Menimcha ko'rinyapti degan umiddaman. Mana turbani natijalari setkalardim. Kattalari bor, keyin boshqa joydan ham ozgina ov qildik. Mana hamkasblar ko'pchilik so'radi, delfin provodkani gruzini qanaqa qilib yasaymiz deb. Mana oddiy qo'rg'oshin akalar, akkumulyatormi yoki bozordagidanmi olib, mashina singari bitta tunakaga quyib olasizlar. Qalinligi mana taxminan 1 sm. Mana shuni singari quyib, oddiy usulda mana ko'pchilik buni zubila deydi. Mana shunday kesiladi. Qalinligini bunchasiga aytganda 1 sm atrofida yoki 0,5 sm atrofida uzun qilib kesiladi-da. Keyin oddiy mana bolg'a yordamida tayyorlanadi. Mana hozircha hamma razmerdan bittadan tayyorladim. Kattalari bor, kichkina, ingichka, mana uzunrog'i ham bor. Hamma razmerdan mana bir qatori bo'ldi. Endi xudo xolasa, endi shu razmerni o'zidan yana bir 2 ta 3 ta zapasi bilan tayyorlaymiz. Bitta oddiy idishga solib olasizlar. Ov davomida gruz yasab o'tirmaysizlar, vaqtinglar ancha tejaladi. Delfin provodkani gruzini mana shu usulda yasaladi akalar. Endi bu tajribali ovchilar juda yaxshi biladi. Bu endi marinka ovga endi qadam qo'ygan hamkasblar uchun asosan mana shu tarzda qo'rg'oshinni quyib olasizlar. Ertaga xudo xolasa mana ovga chiqamiz. Bugun ovga tayyorgarlik. Qurt terish usulini ko'rsating dedi. Albatta bu yangi o'rgan ekan marinka ov ishqibozlar uchun. Mana qa ikkita rekaga oddiy bitta setka qatirasizlar. Hozir terish jarayonini ko'rsataman. Shuni mana shunga o'xshagan mana sayozroq oqimlarga setkani qo'yasizlar, sal-sal oyog'ida shag'alni layqalasizlar. Qurt oqib mana shu setkaga mana ilashadi hamkasblar. Hozir terish jarayonini ham ko'rsatiblar. Buni ko'pchilik xullas suv qurti deydi. Ko'pchilik buni tosh qurti deydi. Biz endi buni aybga bermaysizlar, qo'pol qilib biz buni mandoloshka deymiz. O'zi aslida mandoloshka boshqa narsa. Shunga hamkasblar aybga bermaysizlar, hamma joyda bu qurt har xil nomlanadi. Ba'zilar suv qurti, ba'zilar mana tosh qurti deydi. Xullas shu qurtni terilish jarayoni. Mana shunga o'xshagan mana oddiy setka mana qangi sal shildirab oqayotgan sayoz perekatlardan chiqadi. Ko'pchilik so'rayapti, qish kunida chigitkani qayerdan olamiz deb. Mana qora chigitka. Xullas akalar, mana qangi bog'da atrofida yoki shunga o'xshagan mana bug'doy payalarda mana yonida baribir ariq bo'ladi. Ariqni kavlab mana qangi turpoqlar chiqarib qo'yadi. Bunga instrument oddiy mana bitta tesha. Shu bilan kavlanadi akalar. Mana mayda yana 2-3 ta yotibdi. Shu kesaklar taydan chiqyapti mana. Akalar, qora chigitga ertagalik ovga tayyorgarlik. Xudo xolasa mana ozgina terdik. Mana mayda yana ko'rinayotgan bo'lsa, mana 2 ta yotibdi yana mana. Mana akalar, bittasi, mana ikkinchisi. Xullas, shunga o'xshagan kesaklarni qish kunida kavlasanglar, shuni tagidan mana shu singari mana qora chigitga chiqadi. Marinka yaxshi oladi qishki sezonda. Bunga zelonka, shalpenka yoki ko'pchilik suv qurti deydi, ko'pchilik tosh qurti deydi. Xullas akalar, chigitga so'raganlarga mana shunaqa joylarda mana chiqadi. Вот смотри сколько. Давай, фотографируй. Mana qishki sezonda mana chigitga shunaqangi mana to'plangan turpoqlarni mana orasidan chiqyapti akalar. Sagri. Xullas chigitga
istayotgan akalar uchun mana maxsus video. Shunga o'xshagan mana Bo'depaya, Olmabog'. Mana da yonida ariq bor. Bu tomon ham Bo'depaya. Arku paketi, O, tam Arkes. Mana hozir yana kavlaymiz akalar. Mana chigitga sizlarga. Menimcha ko'rinyapti degan bittaman. Mana qishki sezon chigitkasi. Nada, o'titavazmi. Ertagalik ovga tayyorgarlik. Ko'pchilik shalpenkani qayerdan olamiz deydi. Albatta suvli pol bo'lishi shart emas, mana loyroq shalpiyalarda ham bo'ladi. Siz mana qangi bitta instrument qolasizlar. Xullas, kavlagani qulayroq. Shu loylar ichidan chiqadi. Mana mayda bitta bor ekan. Mana kelar shalpiya qurti. Xudo xolasa bugun terib olsak, ertaga yana bittaga ovga ko'proq shunaqa loyli shalpiyalarda bo'ladi. Mana maydan bitta chiqdi mana. Mana kelar. Xullas bu qurt akalar kichkinaroq zelonka bilan teng, lechasiga yetganda. Endi zelonka yo'g'ida shundan foydalansanglar ham bo'ladi. Bu ham keyin hamkasblar hamma shalpiyada ham bo'lavermaydi. Chunki mana o'tga qarshi sholiga dori sepganda ana shu dori qurtni o'ltirib oladi. Mana kelar. Mana bo'lib ikkita bo'lib chiqib turibdi, yomon emas. Bu ham endi albatta Marinka yangi qadam qo'yayotgan hamkasblar uchun buni tajribali ovchilar juda yaxshi biladi. Shuning uchun akalar, aytib yurmaysizlar. Bir qator ko'rsatib o'tyapman. Hamkasblar mana ikki turbaga ham yetib keldik. Suv ancha ko'p. Har holda shamol yo'q, tekkiz oqyapti. Xo'rakka kelsak, mana qoltada sharpiya qurti. Mana idishda mana qora chigitga. Poplov montaji. Delfin, leska 014, kurchok 02. Sababini qildik. Xudodan so'rab shu yerda oqib ko'ramiz. Xudo xolasa videoni kuzatib boringlar. Natijalar yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bitta narsadan uzr so'rayman. Hamkasblar moqishda qalin kiyim olamiz. Mana o'zi har sendisini zo'r o'tiribman. Pakilovkani olish qiyin bo'lyapti. Shuni hisobiga har holda ushlagan baliqlarimizni uncha pishayotganda video qilib turibman. Endi aytib yurmaysizlar. Xudo xolasa yaxshiroq kamera qilishga harakat qilaman. Mana birinchi natija yomon emas. Bizdan ikkinchi potchin akalar. Har holda yaxshi olyapti, yomon emas. Shu paklovkani ololmayapman-da, aytib yurmaysizlar. Mana bitta natija yana. Har holda yomon emas. Olib turibdi. Hamkasblar, hozircha mana ikki turbani natijalari masetkada yaxshi ko'rinmaydi ekan. Har holda ishga bosqidagilar yashayapti.
adres so'raganlarga mana 2 turba. Endi birinchi yamaga o'tib ko'ramiz, xudo xolasa. Bu yerdan ham tasvirga yarasha olib qolar. Videoni kuzatib boringlar akalar, xudo xolasa. Yaxshiroq natijalar bo'lib qoladi degan umiddaman. Bizdan yana bitta natija. Har holda yaxshi, yomon olmayapti. Bo'shlar mana. Kelinglar, baliq ovlaymiz. Mana bizda yana bitta natija. Hamkasblar mana kechki natijalar boshlanyapti. Husnudindan bitta natija. Malades. Bormi 1.30? Yoshroqmi? Malades. Mana yana bitta natija. 15 keladi. Hamkasblar mana bugungi natija shu 2 turban natijalari. Keyin boshqa joydan ham ozgina ov qildik. Endi bizda suv o'ti sovib ketdi akalar. Sezon deyarli to'xtayapti. Endi yo'qdan ko'ra qimorbostiga ov qilib turibmiz. Hozircha mana xullas akalar 30 dan bitta, ikkita, 3 ta bor. 30 ga yaqinidan bir ikkita, 3 tasi 30 ga yaqin, qolgani 15, 18. Endi paklovkani olish qiyin bo'lyapti. To'g'ri tushundinglar. Sovudi kunida bitta qo'lda uduchka, bitta qo'lda telefon qiyin bo'lyapti ozgina. Xudo xolasa keyingi videolarda harakat qilaman shu paklovkani ham olishga. Bizda shunaqa yangiliklar, hamkasblar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Keyingi videolar kuzatib boringlar. Xudo xolasa bundan ham yaxshiroq natija qilishga harakat qilamiz. Hammalarga omad, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.